Xitoyning irqiy va madaniyat jihatdan to'xtamay elib berayotgan qirg'inchilik siyosati Uyg'urlarning millat sifatidagi mavjudligiga xiris qilmoqda. Halbuki 6-7 yil, hatta uningdan uzun yil davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatlari sababli Uyg'ur eliga qaytolmay oilasidan majburiy ayrilayotgan, hatto xabarmi ololmayotgan chet ellardagi Uyg'urlar bu azoblar sababli o'xshamagan psixikalik asoratlarni beshidan kechirmoqda. Uyg'urlarning inkaslaridan ma'lumki, garchi Xitoyning zulmlariga qarshi chet ellardagi ko'p sondagi Uyg'urlar o'xshamagan yo'llarda Xitoyning jinoyatini fosh qilish, uningga qarshi tinish yo'lda kurash qilishni davomlashtirib, millat bo'lish sifatida o'zining mavjudligini saqlash va taraqqiy qildirishga tirishib kelayotgan bo'lsa-mu, yanala o'zi, oilasi, millati uchirgan bu zulmlarga faqatla reallikdan qochish, tushkunlashish, hatto zaharga berilib, behuda o'zini halok qilish yo'llarini tanlab olganlarni yo'q degili bo'lmaydi ekan. Yaqindan buyon chet ellardagi Uyg'urlar qo'llanayotgan uchur aloqa vositalari va to'r munbarlarda zaharga ugunib qilishning irqiy qirg'inchilik ilib kelayotgan asoratning bir shakli sifatida ifodalanayotganligi munozir temasiga aylangan edi. O'xshamagan davlatlardagi Uyg'urlarning fikr bayon qilishicha, ilgari erkin, demokratik ellardami bir qism Uyg'urlarning zaharga ugunib qilish masalasi o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, lekin ancha diqqat qo'zg'amagan edi. Ammo og'riqni yoshirsang o'lim oshkori degandek, yaqinda Amerika va boshqa davlatlarda bir qancha yoshning ushtumtut o'limlarga zaharning miqdori eshib ketishi sabab bo'lganligidek echinishli voqealar oshkori bo'lgan. Bular muhojiratdagi Uyg'urlarga bu masalaga jiddiy qarash to'g'riliq ogohlantirish signali berganligi, yaqinqi yillarda zaharning turlari hassilab ko'payib, kimiyalik tarkiblar bilan yasalgan fentanin degandek yangi tipdagi zaharlarning aloq qilish, o'ltirish kuchining yuqori bo'lishi, arzon bo'lishi bilan dunyoda zaharga qarshi turishga keskin raqobat tug'dirmoqda. Muajiratdagi Uyg'urlar ichida zaharlik chekimlikka ugunib qolganlarning soni yoki ularning nima uchun zaharni tanlaganligiga qarta aniq statistika va yoki javob yo'q holatda zaharlik chekimliklarning muajiratdagi Uyg'urlarga zodi qanchalik yaqinligi va uning asorat va iztirob ichida turayotgan muajiratdagi Uyg'urlarga Uyg'ur yoshlarga elib kelgusi yomon oqibatlarining oldini qandoq elish to'g'riliq Amerikadagi xalqaro tinchlik katalizatorining G'arbiy Shimol rayon direktori doktor Bill Clarkning fikrlarini so'radik. Seen so many young adults recently. Amerika Seattle shahrida turayotgan doktor Bill Clark apandi bizning muajiratdagi Uyg'urlar uchun aytganda, ba'zi Uyg'urlarning zaharga ugunib kelishini irqiy qirg'inchilik elib kelayotgan ishkilamchi zahmining yana bir xil ifodasi deyishga bo'lamdi degan savolimizga javob berib, mundaq dedi. Because it's a temporary relief from the pain of. So I've been thinking a lot about it. Shundaq. Chunki mas qilish dorilar ular uchun azoblardan qisqa muddatli qutulishning amali. Bu vaqtda men bakchiq o'ylayman. Men Seattle'da shundaq yosh Uyg'ur bolalarni ko'rdim. Ularning irqiy qirg'inchilik boshlangandan beri uylari qaytib ketolmay, hatto ota-onasi bilan aloqani qila olmay, yana bir tarafdan muajiratlik Uyg'ur jamoatiga qo'shila olmay, orliqda qolgan. Cho'nqur ro'yi besim, asoratda qolgan yoshlar. Men ulardan ensirayman. Chunki ularning chiqish yo'li tepishi texmo raqobatli bo'ladi. Agar ular vatanda bo'lsa, butun bir to'plik ichida bo'ladi. Ammo ular chet elda tarqoq va to'limi yolg'iz. Albatta men ularga vakillik qilib gap qila olmayman. Lekin inson kelgusiga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotganda, ular hech bo'lmaganda payzini surish istigida zaharni tanlab qilish ehtimoli bor. One of the things, especially for the young people. Doktor Bill Clark apandi 1980-yillarning oxirlaridan 90-yillarning oxirlarigacha O'rta Osiyo va Uyg'ur elida 10 yildan ortiq yashagan, Uyg'ur jamiyatini tadqiq qilgan. Hozirmi Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik sababli boshdan o'tkazayotgan asoratlar, ruhiy azoblar va uni davolash haqida tadqiqot ilib berayotgan mutaxassislarning biri. 2020-yildan boshlab u o'ziga o'xshash bir qancha ruhiy sog'lomlik kasbiy xodimlarini, mutaxassislarni taklif qilib,
Amerika Uyg'ur jamiyati qatorliq tashkilotlar bilan hamkorlikda Uyg'ur sog'lomlik tashabbusi UWI'ni qurgan. Uning yetakchiligidagi mazkur guruhga Uyg'ur oilalari va shaxslarga xolis mulozimat qilib kelmoqda. Doktor Bill Clark apandi yana Xitoyning mustamlika va izchil bostirish siyosatlariga uchrab kelgan Uyg'urlarning mayli qachon va yoki qayerda bo'lsin, bevosita yoki vositali holda zulmning qurboni bo'lib kelayotganligini bildirdi. U yana zahar yoki mast qilish dorilarga tayinib azoblardan qutulishga urinishdek bu xil tuyuq yo'lni tanlashga o'xshash hodisalarni ularda bir qancha avlod davomlashib kelayotgan og'ir asoratning ifodalanish shakllarining biri deb qaraydiganligini o'tirib qo'ydi. U bu haqda mundaq dedi. Subject people are being oppressed by the CCP. Bu bana 90-yıllarda Ürümçi'de Abdullah isimlik bir hükümet xadim bilen ötküzgen söhbetimni yadımga saldı. O xeli yuqur maaşlıq hükümet xadimiydi. O özünün Xitay hükümetinin milletigi selavatkan zulümlerine berdaşlık berelmey, ahire bir harakkeşke aylanğanlığını bayan kılıp, bu azaplarını fakat harak içip mes bolğanı da andın azırak kutulgandek boluduğanlığını, özünü mes qilish üçün hükümetten alğan maaşının 3'ten birini harakka xajlib etadiganlığını eytip bergen idi. Hazırça, hatta çetellerdə bolsunmu bu Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikdan ikkilamchi zaxmlanguvchilar bo'lish sifati bilan o'xshashli bu asoratdan qutulolmadi. Afsuski, zaharga berilish Uyg'urlar millat sifatida uzundan buyon uchrab kelayotgan zaxmlanishning ifodalanish shaklining biri deb qarayman. So it's like a chain from one generation to the other. Ammo bu o'xshash savolga Amerikadagi Uyg'ur tibbiy mutaxassis uzun yil zahar va aydis paydo qilgan kirdislar haqida tadqiqot maqolalarini e'lon qilib kelayotgan Kolumbiya Universiteti tibbiy institutining tadqiqotchisi doktor Mamtimin apandi zaharga ugunib qilishning sababini Xitoydan izlashning amaliyotda o'zimizni aldash bo'ladi deydigan qarashlarini o'tirg'i qo'ydi. Elbette ictimai meselelerinin nurgun neslerinin bunun var. Lakin bunda desek Amerika'daki de bayağı erken demokratik bir cemiyette mi bu zerlik çekimlik meselesi ağır bir mesele. Bunların adansızlığı demez ki. Onun meseliyetini bunda izleş doğru emez. Çok yani. Adans küçükken, beşer ağır gün yaptıkken, şükürlüşken, şu an çıktı diyelimde ki severlikle başlayanızda onu doğru düşünüşke çalışmalık ile ulan hata signal vergeldik. Ameliyat kararlar olsa, neydi Amerika'da olsun, neydi Avrupa'da olsun, erkek kırgınçılık uçurmadan, mesela sadece kıyınçılık yok. Mesela terbiye çolbalları, kino çolbalları, müzika, nakşı çolballarına işlemi yıkır bu kadar fazla. Benimce şahsininki, özninki, karakter şahsininki, mücazı, anadaki şahsininki, dünya karışık, hayat bulan en mühim rol oynaydılar. Dünyadaki mesela ki, meyli lagir mesler, erkek kırgınçılık olsun, lagir olsun ki, bizim kaç çoğulga vaxtıda, takdir uşu cahidi adam olsa, onun karşı terörçaldık, milletinin işi bu gün kilovattan vaxtıda, tekrar terörçil gerek degen bir ideya şeklini normal sağlam edem tutuyor. Peki, bu sağlam olmayan bu kıymet karıştaki adamlar özünki yerlisinin es kılış artılıp hayatlıkın huzurluğu var, teşnalığı var. Ama o vardaki şu adamın karakteri, ulusal ahlak bezler, ümmet karaş, dünya karaş, hayatının tahmis doğrusunda bu nesel uzun müddetlik etkileşi bu. Bir günlük işçilik terbiyenin istemez. Çünkü Undaqda chet ellarga ko'chman sanalgan Uyg'ur jamoati va ularning avlodlari zaharga qanchalik yaqin, buning oldini qanday elish lozim? Radio anglag'uchilar, doktor Bill Clark va doktor Mamtimin apandilarning bu savollarga bergan javoblarini bu temadagi programmamizning keyingi qismida davomli anglatamiz. Gulchehra tayyorladi. Diqqat berganingizga rahmat.